aka, aziz obunachilari, soatimiz menlarni ko'rdinglar, 22:38 daqiqani ko'rsatmoqda. Hamon bizda shag'ir-sabir somsa uzilmoqda, issiqina qaynoq xonadonlarga yetkazib beramiz. Hurmatli obunachilar, mana shunga nima deysizlar? Xuddi mana shu shashlikni, xuddi mana shu porsoy qiyma shashligimizni yoshligingizda eslaysizmi? Otajon, onajonlarimiz olib berganlari. Bunga nima deysizlar, hurmatli Qashqadaryoliklar? Yoshlikni esladingizmi? Bizda har galgidek ko'rganinglardek mana shundoq kechasi 11 qaramasdan onalarimiz gavjum, bemalol kelaverasizlar. Saqlab. Xo'sh, hurmatli aziz obunachilar, Universal akani kuzatuvchilari, sizlarga eng chiroyli lokatsiyani tushuntiray. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Jizzaxdan kelaverishda Aygeng chorraha, 50 yillik Mo'yka chorrahasi va Al-Xorazmiy Kuruk chorrahasi. Bu tomondan Farxatskiy bozor chorrahasi, o'rtada o'zimizning eski Makaronka chorraha, shag'ir-sabir somsa va shashlik markazi. Bizni kuzatishda davom eting. Universal akadan qanaqa taomlar qidirmoqchi bo'lsangiz, halol go'sht mahsulotlarini bizda topa olasiz. Universal akadan uzoqlashmang. Rahmat.